Şübhachalik haqida qissadiki oldingi 10 cho'ng botir zodi kim o? Undan sonra bu yerda biz Şübhachalik haqida qissa 4 klassik eser tadqiqotchilari yoki tarixchilarning gapi qarsak, tarixdan buyon deyilib kelgan nima? Yilu Arjou Sandianwei, Siguan Wuma Liu Zhangfei, Huang Xu Sun Tai Liang Xiahou deydi. Oldingi 10 kelam o'shunda qatilib kelgan. Unda olsa buningda yana bir masala bor. Ya'ni bu yerdagi Zhou Yun bilan Dian Wei ikkisi doim almashib qoldi. Ba'zida Dian Wei 2-chi, Zhou Yun 3-chi, mana 2-chi, 3-chilik mashqisini almashib qoldi. Yana birisi eng dastlabki payg'ambarga qarsak Yilu Arma. Yani ikkinchisi Machao vaqti Zhou Yun. Endi bu payg'ambarning hammasi bir taklillar. Şübhachalik haqida qissa to'g'risida shu baturlarga bizni oid amroq o'g'ashqa bir payg'ambar tartib tuzgan bir tartiblar. Unda qolsa siz mashinaga qo'shilamsiz. Sizning ko'nglingizda kimni birinchi, ikkinchi, uchinchi deb qaraysiz. Shaxsan men necha vaqtdan mashina degan bo'lsam, o'z ko'nglimda mandaq payg'ambar bo'lsa texnik to'g'ri bo'lgudek deb o'yladim. Unda esa mening o'ylagan, mening tahlil qilgan bu payg'ambarimni anglab beqishni xohlasanglar, meni bir guanju qo'yasanglar. Endi bu mening yana birisi mening funksiyalarimdan qattiq Pövençilik bilen nait küçük bir ötünüşüm. Demiş ki bundaq ötünüme degende yakında yakı İslam'ı anlagansa doyundaki yeni kaydesi çıkıp fınsısı 100 mingdan aşmasa Uygurca jibo qığıl bulmaydı. Barbara ama şu Uygurca zopillanın yolluğulu bulmaydıgan ahval şekilini qilishi mümkün. Şunun için hazır 90 mingda fınsısı to'g'ri xili bo'ldi. Meni guanju qilmay anglayotgan fınsılarımı nait ko'p bundan bilaman. Meni damalliq voy guanju qilmasak bu qadar kitap chiqib turdi ekan o'da guanju qilmay anglayotganlarım nurg'un. Shuning uchun mushundaq do'stlar meni guanju qilganga sizlardan pul ketmaydi. Shuning uchun mushundaq bir fınsı do'stlar bir xafa bo'lmay guanju qilsanglar meni guanju qilganga sizlarga pul ketmaydi. Meni guanju qilgan tiye fınsılarımı bir do'stlaringlarga uning burni ko'tarak bo'yinchan qilib qo'ysanglar. Bundan keyingi jibo va yoki zopin yo'llash ishlarim texin bir yaxshi o'tib ketsa, endi bu 4 klassik asarni men chiqqandan keyin so'zlayotgan nurg'unlar bor. His qilgan sizlar 4 klassik asarni davlat tilida emas, Uyg'ur tilida so'zlashmi? Xeyli təsir, xeyli binasbetidir. Endi buni men doğrab, yodlab yurib xayolchiga so'zlayman. Yüzboğum chiqaman, lekin qanchaylan to'liq anglab, tushunib, necha vaqtdan qilib normal fikr almashtira olamiz, shunami? Shuning uchun endi mush gaplarida bo'lsa-mu, mayli do'yin, mayli qo'yishu, mayli shopping holiga do'stlar, bir guanju qilsanglar sizlardan hech qanday ziyon bo'lmaydi. Guanju qilganinglar uchun buningkin texim yaxshi, texim sarxil mazmunlarni yo'llashga qo'lim ko'ksimda. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.